Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod rayonida joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadratda tashkil qiladi. Xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. Demak, darvozaxonadan ikkita katta mashina sig'adiganday joy ajratilgan. Hovli qismida hovli qismi uchun hojatxona, o'rtada yashil zona uchun ajratilgan joylari bor. Va bu joyga orientiri Kulol masjidiga uzoq bo'lmagan mahallada joylashgan. Masjidga yaqinroq joyda uy-joy qilaman deganlarga yaxshi variant. Demak, bu joyda navesa tagida yozgi oshxona joylashgan. Yozgi oshxonada barbekyu zonasi bor, qozon o'choq joylashtirilgan va ko'rsatayotgan joyimda gazli plita o'rnatish uchun simlari ham mo'ljalga olib ketilgan. Mabodo kimgadir gazli plita kerak bo'ladigan bo'lsa, shu joyga o'rnatib olsanglar bo'ladi. Mana bu joyda imoratda podol qismiga tushsa bo'ladi. Imoratda podol qismiga qo'l tarafdan hamda imoratning ichidan tushiladi. Ko'rsatayotgan eshigimizning ortida uyning ichida joylashgan oshxona bor. Demak, uy ichida joylashgan oshxona bilan yozgi oshxonani orasida dostуп bemalol. Qo'l tarafdan shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan 3 ta qavatli imorat ko'tarilgan. Endi uyning ichiga kiramiz, xonalarning joylashishi va remontlari bilan tanishib ko'rib chiqamiz. Demak, bu joyda zal joylashgan. Zalga alohida eshik orqali ham kirsa bo'ladi va bu joyda paradniy vходimiz bor. Paradniy vход orqali imoratning ichiga kiramiz. Kattagina hol qismi. Chap tarafimizda zal bo'lyapti, to'g'rida birinchi qavat uchun umumiy sanuzel, uni oldida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va paradniy vход orqali uyga kirganda to'g'rida oshxona joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi kattagina oshxona, kuxnya stolovoy sifatida foydalansa ham bo'ladi va videoni boshida ko'rsatganimizdek bu joyda alohida eshigi ham bor, yozgi oshxonaga chiqiladi. Mana shunaqa ko'rinishdagi kattagina hol qismi bo'ldi. Bu joyda zalning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 4 metrda tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Yaxshi hammoy eshikda o'rnatilgan 5 qavatli va bu joyda 7 mingtalik rom, ya'ni sovuq paytida uyning ichiga sovuq havo oqimi kirib kelmaydi. Issiq paytida teskarisi. Demak, bu joyda birinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel mana shunaqa ko'rinishda. Katta oyna romlar o'rnatilgan, tabiiy yorug'lik yaxshi tushib turadi. Birinchi qavatda joylashgan mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 4,5 metr va eniga 4 metr. 3 ta qavat beton plitalari bilan yopilgan. Demak, paradniy vход orqali uyga kirganimizda o'ng tarafimizda mana shunaqa stroyenniy shkaf polkalar yasatilgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan o'ng tarafimizda bitta xona bo'lyapti. To'g'rida ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel va chap tarafimizda yana ikkita xona joylashgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonadan boshlaymiz. Kattagina yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunasiga va eniga 7 metrda. Ya'ni 49 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan kattagina yotoqxona bor. Mana shunaqa ko'rinishda. Yotoqxonaning bir qismi garderob va sanuzel uchun ajratilgan. Mana eshik orqali kirganimizda o'ng tarafimizda garderob uchun ajratilgan xonani ko'rsatmoqman. Bemalol stroyenniy shkaflarni yasatib olsanglar bo'ladi va bu joyda sanuzelga kiriladi. Har bitta qavat uchun alohida elektr shitlar yig'ilgan. Har bitta qavat uchun
nagruska tushmasligi uchun shu joylari ham hisobga olingan. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzyol. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib ko'ramiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda 5 ga 4 razmerli yotoqxona joylashgan, bolalar uchun ajratilgan. Va ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafdagi birinchi xona. Bu xonaning razmeri birinchi qavatda ko'rgan yotoqxonalar bilan bir xil 4 ga 4,5. Endi imoratda podval qismiga tushamiz. Imoratda tegi butunlay podval qilingan va bir nechta xonalarga bo'lingan. Ko'rsatayotgan joyimizda TV zonasi uchun ajratilgan zona, OTX, internet simlari, televizor antennalari va rozetkalari o'rnatilgan. Xohlasanglar damashqlik kinoteatr joylashtirib olsanglar ham bo'ladi. Bu joyda yana bitta kichikroq joy bor. Ahamiyat qotgan bo'lsanglar, katta oyna romlar o'rnatilgan, tabiiy havo va yorug'lik yaxshi tushib turadi. Bu joyda ko'rsatgan joyimizda traplar ham tashalgan. Demak, prachka uchun ajratilgan xonaga kiramiz. Mana shunaqa ko'rinishdagi kattagina prachka. Bu joyda sushilkalar bor, kapida bemalol polka sifatida foydalanishingiz uchun joylar qoldirilgan. Kir chayish uchun vannacha bor va havo aylanishiga, yorug'lik tushishiga mana shunaqa rom o'rnatilgan. Ikkita kir yuvish mashinasi uchun joy ajratilgan. Bu joyda vычкasi ham bor. Yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Podval qismida havo saqlanib qolmaydi. Bu joyda texnik xona joylashgan, kotelniy va холодный komnata. Va ko'rsatayotgan joyimizda zina orqali hovliga chiqib ketiladi. Kotelniyning ko'rinishi kustali suvchi bo'lar, ikkita do'kontorning kotel ataklinaga hamda issiq suvga alohida o'rnatilgan. Bu joyda холодный komnata bor. Bu ko'rsatgan uyimizda Yunusobod rayonida Gulon masjidiga yaqin joyda joylashgan 3 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat bo'ldi. Xonalarning soni 6 ta, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podval birinchi va ikkinchi qavat. Bu uy narxini описаниеga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.